Assalomu alaykum kichik do'stlar. Bugun men sizlarga Toshqon bilan Toshbaqning yugurishi nomli cho'chakni o'qib bermoqchiman. Toshqon bilan Toshbaqning yugurishi. Toshqonning to'rt puti bor bo'lib, nihoyatda tez yuguradi ekan. Toshbaqning to'rt puti bor bo'lib, nihoyatda asta o'mlaydi ekan. Bir kuni Toshqon Toshbaqqa: "Hey Toshbaqa, ikkimiz yugurishib musobaqalashib baqsaq qandoq?" debdi. Toshbaqa Toshqon menga chaqchaq qilyotidi deb o'ylab, uning so'ziga pisand qilmabdi. Toshqonning xushalligidan quloqlari dengib, "Toshbaqa o'mlaydi, kechqurgacha eshik oldida cho'glaydi" deb naqsh aytibdi. Buni anglab Toshbaqaning nihoyatda achchig'i kelib: "Toshqon, sen bek ko'ranlab ketma. Bəsləsək, bəslişəyli" debdi. Toshqon Toshbaqaning gapini anglab bakla xo'shib ketibdi. "Nima deding? Yaxshi, undaqda ikkimiz mushu yerdan yugurishni boshlaylik. Qana qaysimiz ovu tog' qaptildagi cho'ng daraxtning tubiga oldida yetib boramizkin" debdi. 1, 2, 3 Toshqon bir kuchab yuguribla Toshbaqaning xeyli yajroqlab ketibdi. Toshqon keyniga qarab, Toshbaqaning o'mlab texi ozroqli yo'l yurganligini ko'ribdi. Toshqon ko'nglida: "Toshbaqaning yugurishda men bilan baslashiman degani uchiga chiqqan ahmoqlik. Toshbaqa hamon menga yetisholmaydi. Biroz uxlab olaychi" deb o'ylabdi. Toshqon o'ndisiga yetib olib, ko'ranligan holda: "Lay lay 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 lay, men cho'qim g'alba qilay" deb naqsh aytishga boshlabdi. Toshqon naqsh aytaverib, yerib holdan ketib, ko'zlari ilishib bir damdila uxlab ketibdi. Toshbaqa garchi asta o'milsimi, lekin qilchi bo'shashmay bir xilida mengayveribdi. Toshbaqa Toshqon uxlayotgan yerga kelganda yerib holdan ketayli deb qopdi. Toshqonning xo'rak tartib uxlab yotganini ko'rgan Toshbaqaningmi biroz aram ilib olg'isi keldi. Ammo u yanala qadamini astlatmabdi. Toshbaqa o'mila oxiri cho'ng daraxtning tubiga yiqilishib qopdi. Dal mushu paytda Toshqon uyg'onib, asnab turib: "Toshbaqa, texichi menga yetish bo'la olmadingmi nima?" debdi. U orqasiga shuncha qarabmi Toshbaqani ko'ra olmabdi. Oldiga shunda qaragan ekan, Toshbaqa belgilangan nuqtaga yetibla qopdi. Toshqon darhol Toshbaqani qo'lab, tog' qalpig'iga kapni qopdi. Ammo bu vaqtda Toshbaqa belgilangan nuqtaga allaqachon kelib bo'lgan bo'lib, daraxt tubida Toshqonni saqlayotgan ekan. Toshbaqa g'alba qilibdi. Toshqon beshini sangilatganicha bir chetda turib, o'zining nima uchun yengilib qolganligining tagiga yetolmabdi. Kichik do'stlar, bugungi cho'chkamiz mushada oxirlashdi. Allohga omonat.